alaykum qadrli nemis tili o'rganuvchilar. Yana sizlar bilan grammatika mavzularida nemis tilida davom ettirishni boshlaymiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz nemis tilidagi nominativ mavzusi. 3 ta savol. Nominativ o'zi aslida nima? Uni qay holatda ishlatamiz va bizga nima uchun kerak savollariga bugungi darsimizda javob olishimiz mumkin. Masalan, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, nemis tilida 4 xil padej bor. Masalan, rus tilini o'rganayotganlar yoki rus tilini biladiganlar biladi. Rus tilida padejlar bor. To'g'rimi? U nimaga kerak? Ya'niki otlarga n, ga, ning qo'shimchalarini qo'shish uchun kerak bo'ladi. Masalan, tushuntiradigan bo'lsam, nemis tilida biz olma, mushuk yoki sardor deb otlarni nomlaymiz. Ko'rib turganingizdek, o'zbek tilida olma, mushuk, sardor degan so'zlarning yonida hech qanaqa artikellar mavjud emas. To'g'rimi? O'zbek tilida artikellar mavjud emas. Yoki o'zbek tilida rod tushunchasi ham mavjud emas. Ya'niki mujskoy roddagi ot, sredniy roddagi ot, женский roddagi ot degan rod tushunchasi ham mavjud emas va otlarda biz gap tuzmoqchi bo'lsak, masalan, men olmani yedim desak, olmaga n qo'shimchasi otdan keyin qo'shilishi bilan gap hosil bo'lyapti. Nemis tilida bu jarayon umuman boshqacha tarzda bo'ladi. Bugun sizlar bilan mavzuyimiz bu nominativni batafsil o'rganamiz. Nemis tilida 4 xil padej bor. Birinchisi bu nominativ, ya'niki bosh kelishik. Rus tilidan bilamiz, iminitivniy padejga to'g'ri keladi. Akuzativ bu n kelishigi o'zbek tilidagi tushumga kelishiga o'xshab ketadi, ya'ni otlarga n qo'shimchani qo'shilishi yoki dativ va genitiv. Nemis tilida nominativ, akuzativ, dativ juda ham ko'p qo'llaniladi. Genitiv esa og'zaki nutqda juda ham kamdan-kam holatlarda qo'llaniladigan padej hisoblanadi. Xo'p, bular nemis tilida kauzuslar deb nomlanadi. Bugun sizlar bilan birinchi bo'lib nominativ haqida o'rganamiz. Nominativni tushunib olishingiz uchun bu yerda bitta sizga case beraman. Ya'niki, masalan, nemis tilida otning original lug'atda turadigan shakli nominativ deb atasak ham bo'ladi. Masalan, siz lug'atni ochdingiz, olma, mushuk, sichqon yoki stol degan gapni ko'ryapsiz. U yerda ot artikeli bilan, qanaqa artikel bilan turgan bo'lsa, o'sha nominativ, ya'niki original holati, otlarning original holatiga aytiladi va bu nominativ nemis tilida kim, nima so'roqlariga javob bo'ladi va nemis tilida bu wer, was deb ataladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, darslarimiz davomida biz bilyapmiz, nemis tilida artikellar mavjud, aniq artikellar bor va noaniq artikellar bor. To'g'rimi? Nemis tilida 3 ta artikel turi mavjud. Birinchisi, mujskoy rod uchun der artikeli, aniq artikel. Женский rod uchun di artikeli. Sredniy rod uchun das artikeli va ushbu artikellarning ko'plik holati di artikeli. Yaxshilab tushunishingiz uchun, masalan, buni ingliz tilidagi the artikelini ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Ya'niki xuddi shunaqa aniq artikel, lekin ingliz tilida aniq artikel bitta, the artikeli, nemis tilida 3 ta, chunki ular otlarning rodiga qarab aniq artikellar hisoblanadi. Xo'p, bu beshinchi artikel deb nomlanadi nemis tilida va noaniq artikellar nemis tilida bularning noaniq artikellari ein,
Murskoy rod uchun ayni, женский rod uchun ayn, средний rod uchun va ko'plikda bilamizki bir degan tushuncha bo'lmaydi. E'tibor qilsangiz bu bir degan ma'noga o'xshab turibdi. Xuddi ingliz tilida ham en noaniq artikliga o'xshaydi, lekin rodlar tushunchasi nemis tilida mavjud bo'lganligi uchun 3 xil holatda noaniq artikelni ko'rishingiz mumkin va bu nemis tilida unbestimmte artikel deb aytiladi. Masalan, endi nominativ nima ekanligini ko'rib chiqsak. Masalan, siz aytmoqchisiz, bu kompyuter. Bu kompyuter deganingizda otga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmayapti. Ya'ni original holatida turibdi ot. Masalan, aytamiz: Das ist der Computer. Bu kompyuter. Xo'p, mana kompyuter bu yerda nominativda turibdi, ya'niki ot aniq artikel bilan kelyapti. Agar masalan biz noaniq artikelda ishlatsak ham bo'ladi. Agar predmet haqida birinchi marta gap ketayotganda noaniq artikeldan foydalansak bo'ladi. Masalan, das ist ein Computer. Bu bitta kompyuter. Yozsak bo'ladi. Das ist ein Computer. Bu bitta kompyuter deb mana noaniq artikelda ham berdim. Noaniq artikelda ham berdim. Xo'p, nominativ bu bosh kelishik bo'lganligi uchun kim nima so'rog'ini javob bergani uchun savol berib ko'ramiz. Masalan, was ist das? Bu nima? Kompyuter. Ko'rib turganingizdek, kompyuterga, kompyuterning yoki kompyuterni degan n, ga, ning qo'shimchalarini otga qo'shmayapman. Ya'niki bosh kelishikda turibdi va savoli kim nima so'rog'iga javob bo'ladi. Misollar orqali ko'ramiz. Masalan, das Kind ist glücklich. Bola baxtli. Bu yerda ushbu ot nominativ kelishigida turibdi. Ya'niki nominativ padejda turibdi. Bola. Hech qanday qo'shimchalarsiz. Lug'atda ham ushbu so'z bola das Kind shaklida ko'rishingiz mumkin. Ya'niki original holatida shunday. Yoki olmoshlar ham nominativda keladigan bosh kelishikdagi olmoshlar ham mavjud. Bular men, sen, biz, siz, ular degan olmoshlar ham bular nominativda bo'ladi. Masalan, Sie sind klug. U aqlli. Wer ist klug? Kim aqlli? U aqlli. Demak, birinchisi otlarda nominativ, ikkinchisi esa olmoshlarda nominativ, ya'niki nominativ kelishigidagi olmoshlarni ko'rib chiqdik. Endi nominativni to'liq o'rganish holati. Nominativni yana ham ajratib olishimiz uchun keladigan fe'llar, ya'niki nominativda keladigan fe'llar, masalan, sein, bu to be ingliz tilida yoki bo'lmoq deb tarjima qilganmiz va sein haqida o'tgan darslarimizda gaplashganmiz, yoki heißen, nomlanmoq degan fe'limiz, yoki werden, yoki bleiben fe'llari doimo nominativda keladi. Misol keltiramiz. Bola chiroyli. Ko'rib turganingizdek bu yerda sein bilan kelyapti. Bola chiroyli. Xo'p, heißen bilan die Katze heißt Mimi.
Mimi yoki u shifokor bo'lmoqchi. Ko'rib turganingizga qarang. U shifokor bo'lmoqchi. Yoki bleiben holatlarida ham ushbu fe'llar faqatgina nominativda keladi. Nominativni quyidagidek holatlarda to'liq o'rganib olamiz. Hozir tushuntirganimdek, ya'niki artikellarni nominativda kelishi. Geschlecht bular ya'niki nemis tilida rodlar tushunchasi. Rod demak, mужской rod maskulin, женский rod feminin, средний rod neutrum va ularning ko'pligi plural deyiladi. Endi maskulin aniq artikelda nima ekan? Der. Juda ham to'g'ri. Feminin aniq artikelda nima? Die. Neutrum aniq artikelda das va bularning ko'pligi die deb nomlasak bo'ladi. Xo'p, endi 15-ta artikel degani bular noaniq artikellar, ya'niki der mужской rodning noaniq artikeli. Quyida takrorlab o'tganimizdek ein, eine, ein. Nimaga bularning ko'pligi yo'q? Chunki ko'plik narsani bir ma'nosini anglatuvchi tushunchasi mavjud bo'lmaganligi uchun ko'plik otini noaniq artikeli mavjud emas. Savol berishni o'rganamiz. Masalan, aytib ko'rsak. Wer ist das? Bu kim? Das ist das Kind. Oder das ist ein Kind. Bu kim? Bu bola. Yoki was ist das? Bu nima? Das ist das Buch. Bu kitob. Oder das ist die Katze. Bu mushuk. Ko'rib turganingizdek, bugun biz grammatik darsimizda nominativni o'rgandik, ya'niki bosh kelishik, hech qanaqa qo'shimchalarsiz bosh kelishikda keladigan nominativni o'rganib chiqdik. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki darsimiz tushunarli bo'ldi. Keyingi grammatik darslarda ko'rishguncha, xayr.